Boshida menga umuman yoqmadi. Men bu tradingga kelganimda fikrlarim boshqacha edi. Hozir вообще boshqacha уже. Shaxsiy rostingiz anchagina o'sarkan. Baxt bu pulda emasligini tushundim. O'zim xohlab boryapman har bir darsga. O'tilayotgan darslar juda ham bomba. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshi dam dilayman. Qanday bo'lyapti sayillar? Ertalab yurish mashqi. Biz ko'chalar. Mashqlarni boshlaylik. Hamma vazifalar bajarildi. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Tadbirlarni boshladik. Ertalabki прогулка bajarildi. Kitob o'qish, nafas olish, kontrastli dush. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Men ismim Jahongir. Meni ismim Hilola. Ismim Aziz. Mening ismim Feruza. Men ismim Ibrohim. Reality show ishtirokchisiman. 30 kunda trading degan loyihalarni YouTube'dan ko'rib qoldim va keldim. Boshida menga umuman yoqmadi. Sababi men unga tradingni o'rganishga borganman. Ular menga faqat psixologiya, emotsiyadan dars beryaptilar. Umuman trading haqida hali umuman gap bo'lgani yo'q, umuman so'z bo'lgani yo'q. Bizda o'tilayotgan darslarda tradingda emotsional holat juda ham muhim. Bu yerda katta pul millioner bo'lish, katta pul topish degan narsa yo'q. Avval inson o'zini, menini, kimligini aniqlab olishligi haqida darslar o'tishni boshladik. Men bu tradingga kelganimda fikrlarim boshqacha edi. Hozir вообще boshqacha уже. Bizning hayotimizning grafikasini boshqatdan tuzib berdilar. Ijobiy tarafga o'zgaryapmiz. Dangasalar yo'qoldi. Energiyamiz oshishga boshladi. O'sha bu narsadan keyin biz ko'p narsada o'ylashga boshladik. Kitob o'qishni ko'paytirdik. Bekorchi vaqt уже qolmadi. Biz absolyutni уже Umid akaning qo'llariga o'tdik. Umid aka bizani уже boshqaryaptilar. To'g'risi darslar ancha qoniqarli. O'zimizda ancha o'zgarishlarni sezdik. Ancha xatolarimiz bor ekan. Ularni ustida ishlayapmiz, ishlab boryapmiz. Ham to'g'rilanib boryapti. Dunyo qarashingiz umuman o'zgarib ketadi. Orada kitoblarimiz bor. O'zingiz sevgan yoki ustoz taklif qilgan kitoblarni o'qib o'rgansangiz, shaxsiy rostingiz anchagina o'sarkan. Haqiqatdan aytaman, hayotim 60-70% hayotim tubdan o'zgardi. Oilamdagi birinchi baxt his qildim. Baxt bu pulda emasligini tushundim. Hamma narsa bizani o'ylaganimizdek emas ekan. Munosabatlarni to'g'rilasa o'zi juda katta o'sishlar bo'lar ekan. Keyingi darslarimiz pul bloklari, qarzlar, qarz munosabatlarini qanday yechish. Xullas, bizdagi o'tilayotgan darslar juda ham bomba. Ana borishim kerak bo'lgani uchun bormayapman. O'zim xohlab boryapman har bir darsga. Chunki har bir darsda o'sha yengillik nimadirlar o'rganib, odam maza qilib xursand bo'lyapti. Hozircha zo'r ketyapti. Hech qanaqa biz uchun yomon narsa yo'q. Yaqin-yaqindan o'sha psixologiyani tugatib, tradingga boshlaydigan, tradingga kirishni boshlashi aytishdi bizga. Bu loyihaga qo'shilishdan, ya'ni ishtirok etishdan maqsad Sharq Trading Akademiyasining komandasiga qo'shilish. Yana qiziq joyi bor. Meni o'zimni soham bu savdo-sotiq yo'nalishi. Tradingni o'rganish plani bo'yicha bordim-u, o'zimni ishimda, savdolarim o'sishni boshladi.